Boks bo'yicha O'zbekiston chempionatida bitta bosqich janglari qoldi. Erkaklar o'rtasida yarim final esa murosasiz o'tdi. Eng yengil vazn toifasida Asalbek Jalilov, Sardor Xotamov final yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Dilshod Abdumurodov esa 60 kg finalchiga aylandi. U bunga namanganlik Sanjarbek Vahobovni mag'lub etib berishdi. Assalomu alaykum. Men Abdumurodov Dilshod 60 kg vaznda final yo'llanmasini qo'lga kiritdim. Bugungi param Sanjar Vahobov o'zimizning do'stimiz. Ajoyib jang bo'ldi. Jang uchun rahmat deyman. Bundan oldingi chempionatda 63,5 kiloda ishlab 3-o'rinni olganman. Ruslan Abdullayevga imkoniyatni boy berdim. Bu safar o'zimni oldingi vesimni 60 kg vesda qaytardim vaznimni va mana finalga yo'l oldim. Undan oldingi chempionatda 60 kg da birda olganman. Va mana o'zimni vaznimga qaytib, Xudo xolasa chempion bo'lib ketaman yana. Qancha qiyin bo'lmadi vaznda? Yo'q, uncha qiyin bo'lmadi, chunki 63,5 ga ko'targan paytim ham vaznim uncha yetmas edi. O'shaning uchun 65 ga emas, 60 ga qaytarishga qaror qildim. Va mana kuchimiz bilan finalga chiqdik. Eng qiyin jang qaysi bo'ldi mana shu musobaqada? Bundan oldingi jang bo'ldi. Ergashev Ilhom, yosh bokschi. Juda qobiliyatli, ancha o'sibdi. Omad tilaymiz hammasiga. Bugungi jangim ham ancha qiyin bo'ldi. Tajribali bokschi, o'zimiz do'stimiz. Hammasiga omad. Raqibing ham para bo'ladimi? Ha, mana shu hozirgi para biz raqib bo'ladi. Yo'q, mendan oldingi. O'zimizning ukamiz Abdurahmon bilan finalga chiqdik. Ism familiyani bilan. Abdumurodov Dilshod 60 kg. Eng keskin uchrashuvlar 70 kg da kuzatildi. Iqboljon Xoldorov va Havasbek Asadullayev raqiblardan ustun kelib, finalda o'zaro jang qiladigan bo'lishdi. Iqboljon Xoldorovning burchagida Hasanboy Do'stmatov ham o'rin oldi. Avvalambor assalomu alaykum. Mana O'zbekiston chempionatida yarim final janglarini o'tkazdik. Nima deydi, O'zbekiston chempionati bundan oldingi turlarda ham aytdim. O'zbekiston chempionati Osiyo chempionatidan kuchli. Juda ham bizda mana raqobat kuchli. Har bitta jangimiz bizga finalda bo'lyapti. Mana bugun 3-jangni yutdim. Xudo xolasa ertangi final mana o'zimiz andijonlik bo'lgan o'zimiz ukamiz bilan chiqdim. Inshaalloh mana ertangi finallarni ham yutib, yana bir bor O'zbekiston chempioni bo'lib, kuchliligimizni yana isbotlashga harakat qilaman. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor O'zbekiston chempionati bu jahon chempionatidan kuchli deb ayta olmaymiz. Chunki O'zbekistonimiz hozir boks shunaqangi rivojlandi. Kuchsiz komandani o'zi yo'q, kuchsiz bolani o'zi yo'q. Hamma janglarimiz bir-biridan qiziqarli va qiyin bo'lyapti. Chunki buni samarasi masalan prezidentimiz avvalambor sportga juda ham katta e'tibor beryapti. Hamma viloyat hokimlari o'zi imini o'zlari qiziqib yana ham rivojlantiryapti. Shular jumlasidan Andijon viloyat hokimimiz ham Andijon viloyati boks raisi bo'ldi. Juda ham katta rivojlantirishlar, o'zgarishlar kiritdi. Finalgacha yetib kelganmasini kuchli janglar o'tkazdik. Uni bittasini kuchli deb ayta olmaymiz. Chunki hamma raqibimiz bir-birida kuchli. Finalda ham albatta g'alaba qozonib O'zbekistonni bayrog'ini yuksaklarga ko'tarish bitta men emas, har bir sportchining orzusi deb o'ylayman. Albatta buning uchun juda ham qattiq harakat qilamiz O'zbekistonning bayrog'ini. Har bir O'zbekistonning yigiti o'zida shunaqa shijoat bor deymi? Buni ta'riflab bo'lmaydi. Boshqacha kuchi bor O'zbekistonning yigitlari. Buni dunyoga ko'rsatish maqsadimiz bizning. Iqbol bilan chiqdinglar. O'tgan yil ham chiqqandingiz. Bu yil boshqacha bo'ladimi yoki yana boshqadan boshlaysiz? Iqbol aka bilan mendan 1-2 yosh katta. Bu birinchi to'qnashuvimiz, 4-chi, 5-chi. O'zimizning o'rtamizda hisob-kitob bor. Buni to'g'rilab olamiz. Bu shaxsiy masala deb aytamiz. Bu shaxsiy masala deganda qanday? Sportivniy interes. Sportchilarning o'zini bellashuvi. Men bu shu oldingi saralashdagi darslardan boshqachadan harakat tayyorlashdan boshqacha usul yoki mashq harakat finalda? Finalda albatta tayyorgarlik boshqacha bo'ladi. O'zgarishlar katta. Finalda ko'rishguncha deb o'ylaymiz. Eng kuchli raqib kim edi? Kimni taxmin qilgandingiz finalga chiqishni? Boshida yarim finalda Iqbol aka bilan Shavkat Boltayev bellashdi. Ikkalasini ham taxmin qilgandim. Iqbol aka yutdi. Demak, Iqbol aka bilan. Yarim final janglarda Samandar Olimov, Shahzod Muzaffarov, Samandar Habibullayev, 80 kg da Rahmatilla Boymatov kabi bokschilar yarim final janglarini o'z foydalariga hal etdi.